أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم برادرlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Alloh taoloning 99 go'zal ismlarining birisi Ash-Shakurning ma'nosi va siri haqida havola qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib shunday deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sadaqallohul azim. Ma'nosi: eng go'zal ismlar Allohnikidir. Allohga shu ismlar bilan duo qiling. A'rof surasi 180-oyat. Ash-Shakur ismining ma'nosi oz ishga ko'p mukofot beruvchi. Bandaning vazifalaridan biri doimo Allohga shukr qilishdir. Shukr qilish faqat tilda emas, balki gunohlardan tiyilish. Ash-Shakur ismining siri: kimning ko'zida zaiflik bo'lsa, ya'ni xira bo'lsa, ushbu ismni suvga 41 marta dam solib, shu suvdan ko'ziga mast qilib va ichadi. Allohdan shifoni tilab. Albatta, dardnida, shifonida Alloh berguvchidir. Allohdan so'raymiz. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.